alaykum. Hurmatli Qulpina ishqibozlari. Bugun 2025-yil 3-may. Qulpinoylarimizning holati mana shu holatda. Manfaatli video chiqarish maqsadida qulpinoylarimizga o'g'it berish, ya'ni tovuqning go'ngini kapelni orqali ildiziga berish. Bu eng zo'r o'g'itlardan biri. Bunga yetadigan mineral, organik o'g'it bo'lmaydi. Biz ximikatdan kechib tabiiy o'g'itlarga o'tganmiz. Qulpinoyimiz deyarli tugab bormoqda. Tugadi hisob. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, qulpinoylarimizning holati mana o'zi ko'chatga bag'i tayyor bo'lyapti. Endi bitta ikkita bag'da qolgan, endi bularni o'zimiz murabbo qilamiz. Holat mana shunaqangi. Manfaatli videomizda yana bitta joyi nimada desalaring, mana 200 litrlik bachokka tovuqni go'ngini solib qo'yganmiz. Qancha bo'ldi bunga? Bir 7-8 kun bo'ldi shekillik. Mana 7-8 kundan bas turibdi. Organik o'g'it, shuni tomir orqali beramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 litr bachok, tovuqning go'ngi. Bunga bir qop solganmiz, ya'ni idishingizni 3dan 1ida go'ng solasiz degan kitobida mana shu yerdan solganmizda, mana shu yerdan solganmiz 3dan 1. 3 ga bo'lsak 3dan 1. Bir hafta turdi mana holati. Bizga kerak bo'ladi bunaqangi bitta katta tog'alar bilan keyin piyoz setkasini bunaqangi qilib filtr vazifasini bajaradigan qilib qo'yganmiz. Buning uchun bizga hozir ko'rsataman. Mana bu ham parashoydi, suyuq parashoydi idishi olib qilaveradi. Setga ushlab qoladi yomon joyini. Setkamiz ushlab qoladi. Mana bunaqangi bir neftga o'xshagan ajoyib bir o'g'it bo'ladi. Buni keyin 25 litrli idishga yana bitta filtr qilib, toshiga osonroq yana bitta piyoz setkasidan o'tkazamiz. Buni 1 litri 10 litr suvga quyiladi. 100 litr qilsangiz 1 tonna suvga tabiiy o'g'it bo'ladi. Manfaatli videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqangi holatda qulpinoylarimizga kapelnidan o'g'it beryapmiz. Hozir buni suzib olib hovuzimizga tashlaymiz, aralashtirib tomiridan kapelni orqali beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosishni unutmanglar. Bu Qo'qon Qulpinoy. Xudo xolasa endi meva tugadi, bag'i ko'chatga. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Aloqa telefon nomerlarimizni pastga ekranimizga pastga yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma dehqonchiligiga omad. Sog'lik, salomatlik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.